bir juda ham bir qiziq holat bo'ldi-da. Odamlarga ham hayronsiz. Bu qarang, trak osmonda turibdi, bori. Bu aka ham bor ekan ichida. Hop bitta ko'rib olaylik-chi. Ratam, 1 minut. Bo'ldi, rahmat. Sekin chiquramiz, balonlar ham aylanib turibdi, bori. Oyil. Green light ishlatarkan. Juda ham zo'r ilova deb eshitdim. 6 oy ichida bir 3000 odam yig'ilgan o'zi, bori. Assalomu alaykum Sho'rz aka. Assalomu alaykum. Men o'tib olay hozir. Aka, yaxshimisiz? Trakingiz zo'r ekan. Nima ish qilyapsiz bu yerda? Bu traktor ayirman aka. Yo, osmonda nima qilyapsiz? Hozir ko'ryapsiz aka, ingliz tilini bilmasangiz, Weststationni to'xtatib qiynayapti. UTMP inspeksionlar yomon bo'lyapti. Osmonni yursang yo'q ish bola. Gazini bosatib, ketaverasiz aka. Samolyotlar bilan trafikka tushib qolmayapsizmi? Yo'q, kelish olgan lina bor. Ha, lina turib aka. Aka hozir qarab turing, ostidan gelik o'tadi. O'tadimi, o'tmaydimi? Ko'ring bitta. Yo'q, yo'q. Yangi gelik 2025. Bitta ko'ring aka. Bo'ldi. Hozir ko'ramiz. Avvalang qarang aka. Kompaniyalarni ham ko'p ko'rganmiz lekin. Mohor. Lonxorin. Nechta trak? 700 ta. 700 ta. Shopinglar ham bor. 4 ta shopimiz, 4-chi shopimiz bo'lyapti aka, xudo xolasa. Nechta odam ishlaydi? Hozir 110 ta odam. Gap yo'q. Mana bu shopga yana 100 ta odam olamiz, xudo xolasa. Shundan 210-220 ta odam bo'ladi. Oxirigacha nechta trak bo'lasizlar? 1000 ta inshaalloh. Gap yo'q. Gazni bosamiz aka. Bo'ldi, gelik ko'ramiz. Agar mana shu videoni bor, do'stlariga jo'natib, ostiga kommentariyaga yozsanglar, gelik mana shu trak ostida o'tadimi yo'qmi? Ikkinchi videoda davomini qo'yamiz. Tarqatib tashlaylar.